Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur O'zbekistonga kirib kelgan MG brendining ZS modeli haqida to'liq tanishib o'tamiz. Agar siz zamonaviy va budjetli crossover izlayotgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri joydasiz. MG ZS dizayn sodda, lekin zamonaviy. Old panjaralari keng, xrom bezaklari bilan ajralib turadi. LED faralar esa ko'zni qamashtiradi. U bilan qorong'ida yurish yana ham oson bo'ladi. Yon tomondan qarasak, 17 dyumli Michelin balon bilan jihozlangan. Michelinni bilasiz, butun dunyo bo'yicha tan olingan eng yuqori sifatga ega balon hisoblanadi. Yana qulayligi uchun besключевой достуp va eng asosiysi barchaga kerak bo'lgan 360 kamerasi va yo'llarda kerak bo'ladigan slipovoy zonalari bor. Orqa qismini ham ko'raylik. Ajoyib dizaynga ega LED faralari ham bor, MG logotipi. Va eng asosiysi, bagaj qismi o'zgacha usulda ochiladi. Va ZS modelimizning bagaj qismi esa 450 litr tashkil qiladi. Bu bizni jaydari tilimizda 4 ta qo'y sig'adi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mashinamizning orqa stenalari ham qulay joylashtirilgan, eko kojalar bilan jihozlangan va uzoq safarlarga yoki uzoq yo'llarga bemalol orqada 3 kishi joylashib ketsa bo'ladi uzoq yo'llarga. Do'stlar, mashinamizning asosiy qismiga keladigan bo'lsak, multi-rol, cruise control, auto hold, ruchnik elektronik va boya aytgandek 360 kamera hamda mashinamizda 4 ta balonda ham ABS sistemalari bor, ya'ni balandlikdan o'zi olib tushuvchi va tormoz kuchini 4 ta balonga teng taqsimlovchi ABS tizimlari ham bor. 13 dyumli monitor, ya'ni bu monitorga Apple CarPlay, Android Auto ulab bemalol navigator yoki YouTube orqali ishlatib ketsangiz bo'ladi. Do'stlar, monitorimizni ya'ni sensor orqali boshqarsanglar ham bo'ladi va knopka orqali boshqarsanglar ham bo'ladi. Xo'p, konditsionerni bu yoqdan kliment qilib, qayoqdan havo uzatish yoki isitishi va qishda abagrev sidenalari ham bor. Bu yoqda passajir tomon, bu yoqda haydovchi tomonni bemalol isitib, o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va eng asosiysi, boya aytganimdek, mashinamizda 360 kamerasi bor. Ya'ni 3D formatda ham boshqarsanglar bo'ladi yoki pavorotnikka qaysi tomonga yoqsanglar, o'sha tomondan olib berish xususiyatlariga ham ega. Bu narxda, ya'ni bu klassdagi mashinalarda bunaqa qulayliklar menimcha bo'lmasa kerak. Xo'p, rolimiz do'stlar, multi-rol, Rollovoy upravleniya elektrichеский bo'ladi MG ZS modelimizda, ya'ni boshqaruv tizimi yumshoq bo'ladi, qattiq bo'lmaydi. Xo'p, bu funksiyalar qo'shiqlarni yoki telefonga javob berish funksiyalarini bajaradi, multimedia paneli. Bu yoqda esa tablodagi funksiyalarni bajarish uchun qulaylashtirilgan. Do'stlar, ZS modelimiz 1 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, 3 porshinli bo'ladi va sepnoy motor bo'ladi. Rasxodi ham shunga yarasha shahar ichiga 6 ta 7 ta rasxod qiladi. Eng asosiysi, mashinamiz korobkasi 6 tali avtomat korobka bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, MG ZS o'z sinfidagi eng arzon va foydali variantlardan biri. O'zbekistonda rasmiy dilleri ochilgan, bilasiz. Mashinalarimizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha kafolat beramiz. Xulosa qilib aytganda, MG ZS bu arzon, ishonchli va zamonaviy crossover izlayotganlar uchun ajoyib tanlov. Sizda savol bormi? Izohlarga yozib qoldiring yoki avtosalonimizga tashrif buyuring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.